Ilmga asoslangan qishloq xo'jaligi davlatimiz rahbarining tashabbusi bo'lgan ayni yondashuv bugun hududlarda ham o'z samarasini ko'rsatmoqda. Innovatsion texnologiyalar orqali hosildorlikni karrasiga oshirish choralari ko'rilyapti. Ayni yo'nalishda Farg'onada tashkil etilayotgan agrokompleks va Andijondagi ko'chat ekish texnologiyasi haqida hamkasbim so'z yuritadi. Yer insoniyatning asosiy ozuqa yetishtirish manbai. Biroq yil sayin aholi sonining ortishi, yerning esa kengaymasligi qishloq xo'jaligida ilmiy innovatsion yondashuvni taqozo etadi. Shu bois davlatimiz rahbari tomonidan ayni yo'nalishga alohida e'tibor qaratilib, hududlarda tashkil etilgan Agrostar kompaniyalari tomonidan joriy etilayotgan zamonaviy texnologiyalar, ilmiy asosda amaliyotda qo'llanilayotgan tajribalar va innovatsion yechimlar orqali qisqa muddatda yuqori samaradorlikka erishish choralari qo'llanilmoqda. Qilinayotgan ishlar doirasida aniq misollarga to'xtalsak, bilamizki, Oltiariq tumani aholisining aksariyat qismi uzumchilik orqali daromad topadi. Endigi muhim qadam esa zamonaviy yondashuvlarni joriy etgan holda aholiga ko'proq foyda olishga ko'maklashish hisoblanadi. Bu borada Oltiariq Agrostar ixtisoslashgan kompaniyasi tomonidan barpo etilayotgan agrokompleksdagi uzumchilik maktabida xorijiy va mahalliy mutaxassislar tomonidan aholiga sohaning zamonaviy sir-asrorlari o'rgatiladi. Laboratoriya yordamida kasallik va zararkunandalarga qarshi o'z vaqtida va samarali kurashish mumkin bo'ladi. Yana bir muhim jihat, mazkur agrokompleksda ilk bor uzum ko'chatlari va mahsulotlarini Xitoy tajribasi asosida issiqxonada yetishtirish amaliyoti joriy qilinmoqda. Yevropa davlatlariga borganimda ularning uzum plantatsiyalarini o'rgandim. Ular to'liq payvandakli uzumdan foydalanishadi, ko'chatlardan. Ilgarilari 3-4 xil uzum kasalliklari bo'lsa, bugun 10 dan ortiq uzum kasalliklari bor hozir. Shuni inobatga olgan holda biz ulardan o'rganib, biz iqlimimizga mos bo'lgan -30 gradus sovuqgacha chidamli, suvsizlikda ham, quruqlikda ham, namlikda ham bemalol o'zini hosildorligini ushlab qoladigan payvandaklardan hisoblanganligi uchun Kober 5 payvandakni olib kelib shu uzum plantatsiyamizga hozir ekdik. Uzumchilik maktabimizda o'qitish jarayonida bularda o'sha olimlar tomonidan ularga shu narsalar o'rgatiladi. 1 gektarlik issiqxona tashkil qildik. Ushbu issiqxonada shu ko'chatlarni yetishtirib, buni o'sha xalqimizga, dehqonlarimizga yetkazib berishni yo'lga qo'yyapmiz. Olimlarni olib kelib, Xitoy tajribasi asosida issiqxonada uzum yetishtirishni ham joriy qilyapmiz. Ochiq maydondagi uzumdan issiqxonada bo'lgan uzum 1 oy oldin pishadi. Bu degani narxi 2-3 barobar qimmat bo'ladi degani. Albatta biz o'sha tajribani yo'lga qo'yib, dehqonlarimizga ushbu usullarni o'rgatamiz. Yana bir muhim qadam, Andijonda sabzavotchilik yo'nalishida xorij tajribasi joriy etilmoqda. Hududdagi Asaka Agrostar kompaniyasi tomonidan sabzavot ko'chat yetishtirish maqsadida Xitoy davlatidan sabzavot urug' ekish uskunasi olib kelindi. Mazkur uskuna avtomatik tarzda soatiga 40 mingtagacha urug' ekish quvvatiga ega. Taqqoslash uchun bir kishi soatiga 400 donagacha sabzavot urug'larini ekish imkoniyatiga ega. Shuningdek, hududda ko'chat yetishtirish tajribasi ham ommalashtirilmoqda. E'tibor qiling, shu paytga qadar mahalliy chirindilardan foydalangan holda ko'chat yetishtirish uchun 60-65 kun talab etilgan bo'lsa, endilikda torf, perlit va vermikulit aralashmasidan foydalanib, 30-35 kunda ekologik sog'lom va serhosil ko'chat yetishtirish texnologiyasi joriy etilmoqda. Biz oldin an'anaviy shu biogomiz chirindida qilardik. Endi chiqindi hisoblanadi ular. Mana bu Agrostar bilan hamkorlikda shu yerda bir ko'chatxonasida ko'chat qilib olib chiqib ekdik. Torf, perlit, vermikulit shu narsalar mana ko'chatlarimizni holatini ko'ryapsiz. Xudo xolasa, pomidorimiz ham shu bodringimizni singari ancha erta oldingi ekkan sharoitimizda birinchi shona deymiz, shingil. Shuni tashaverardi. Shu birinchi shonani tashaganimiz evaziga ko'chatlarimiz 90 kun emas, 110 kunda pishardi-da. Endi xudo xohlasa bu yerda mana o'g'itlarini, torflar, vermikulit, perlitlar bilan bo'ldi. Teplisalarimiz mana yoriq. Bu hozir umumiy holatda 45 kunlik bo'ldi. 1 oydan keyin mana shu hamaylarimiz oldi bozorga chiqadi-da mana. Sir emas, bugun sohaga davlat rahbari darajasidagi e'tibor nafaqat qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirish, balki aholi uchun qulay ish o'rinlari yaratish va yashash sharoiti yaxshilanishiga ham asos bo'lmoqda.